Timotiyga yozilgan 2-xat. 1-bob. İsa Mesih orqali yangi hayotlikka erishish va'dasini jakarlash uchun Xudoning irodasi bilan İsa Mesihning elchisi bo'lishga tanlangan menki Pavlusdan o'z o'g'limdek qadrli Timotiyga salom. Xudo otimiz va Rabbimiz İsa Mesih sana mehr shafqat, rahimdillik va omonlik ato qilg'ay. Men xuddi ajdodlarimga o'xshash Xudoga pok vijdonim bilan xizmat qilyapman. Men sen uchun Xudoga shukr aytaman. Mayli kecha yoki kunduz bo'lsin, duolarimda seni doim eslab turaman. Ayrılgan vaqtimizda oqqizgan ko'z yoshlaringni eslaganimda sen bilan yana bir qitim ko'rishishni intayin arzu qilaman. Sen bilan ko'rishish meni intayin xushal qildi. Sening samimiy e'tiqoding esimdan chiqmaydi. Eng avval mo'mon Loida va onang Amnikida bo'lgan e'tiqodning endi sendimi bo ekanligiga cho'nqur ishinaman. Shuning uchun men shuni yodingga solayki, qo'llarimni ushchangga qo'ygan chog'da Xudo sana bergan qobiliyatni to'liq ishlatkaysan. Chunki Xudo bizga ato qilgan muqaddas ruh bizni qo'rqinchga solmaydi. Balki Xudoga xizmat qilishimiz uchun bizni kuch-qudrat va mehr-muhabbat bilan to'ldirib, o'zimizni tutib olishimizga yordam berdi. Shunga Rabbimiz haqida xushxabar yetkazishdan va uning uchun xizmat qilish yo'lida mahbus bo'lgan mendan nomus qilma. Aksicha, Xudo sana ato qilgan kuch-qudratga toyinib, xushxabar yetkazish yo'lida men bilan birga azob oqibat chekishga tayyor tur. Xudo bizni qutqizib, pok yashashga chaqirdi. Bu bizning qilgan yaxshi amallarimiz bilan emas, balki Xudoning irodasi va mehr shafqati bilan bo'ldi. Xudo bizga İsa Mesih orqali bu mehr shafqatni ko'rsatganligini dunyo oxirida bo'lishdan ilgarila planlagan edi. Hozir bu mehr shafqat qutquzg'ichimiz İsa Mesihning kelishi bilan ayon bo'ldi. İsa Mesih insonlarni iskanjaga olgan o'limning kuchini bekor qilib, xushxabar orqali insonlarga mangulik hayot yo'lini ochib berdi. Men bu xushxabarning jakorchisi va elchisi. Shundaqla u to'g'risida ta'lim berguvchi bo'lib tayinlangan. Hozirgi bu azob oqibatlarni totishimning sababimi shu. Lekin buningdan nomus qilmayman. Chunki men kimga e'tiqod qilganligimni bilaman. Hamda Xudoning menga omonat qilgan bu xushxabarni Rabbimiz qaytib kelgan kungacha cho'qim qo'g'daydiganligiga ishinaman. İsa Mesihga mansub bo'lib, uningdan kelgan e'tiqod va mehr-muhabbat ichida yashab, mendan anglagan haqiqiy ta'limlarni nizom qilib, uningda ching tur. Sana omonat qilingan bu qimmatli haqiqatni hammamizning qalbida bor bo'lgan muqaddas ruhning yordami bilan saqla. Anglag'iningdek, Osiyo o'lkasidagi e'tiqodchilarning hammasi degudek meni tashlab etdi. Ularning orasida Figel va Ermogen bor. Rabbimiz Onesiforning oilasidagilariga rahim shafqat qilg'ay. Chunki u ko'p qitim meni yo'qlab, ko'nglimni ko'tardi. U mening mahbus bo'lganligimdan nomus qilmadi. Rim shahriga kelganida u meni topqicha ko'p ovora bo'libdi. Qiyomat kuni uning Rabbimizning rahim shafqatiga erishishini
tilayman. Əfə şərdi onun maң qılğan nurgun xizmetidən senin mu obdan xəbrin ba.